O'rtoqlar, bugungi obzorimizda Dongfeng 008 avtomobili. Bu avtomobilimiz 2024-yildan beri ishlab chiqariladi va bu avtomobilimizni biza bugun obzor qilishimizdan maqsad o'zbek oilalari, katta oila. O'zimning oilamda 3 ta bolam bor. Oilam bilan demak 5 kishimiz. Onam bilan ham qo'shsak 6 kishimiz. Aynan mana shunaqa katta oilalar uchun bu avtomobilimizni biza sizlarga ma'lumot beramiz. Bu avtomobilimiz Li 8 avtomobili bilan bir xil desak ham bo'ladi. Ya'ni kim kuzovlarini gabariti bo'yicha. Gabaritiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizning uzunligi 5 metrni tashkil qiladi. Aniqrog'i 5002 mm. Xo'p, kengligi 1972 mm kenglikdagi avtomobil. Endi Li 8 ga tenglashtiradigan bo'lsak, Li 8 niki 1995 mm kenglikda edi. Li 8 ozginagina kengroq hisoblanadi. Balandligi 1732 mm balandlikda va g'ildiraklarining bazasi 3025 mm bo'lgan mana shu avtomobilimiz. O'rindiqlari 6 kishidan iborat. To'g'ri, ba'zi bir versiyalarda 5 kishilik versiyasi ham bor. Bu avtomobilimiz ikki xil pozitsiyada ishlab chiqariladi: Max va Ultra. Hozir biza Leapmotor avtosalonidamiz. Bu Leapmotor avtosalonida ikki xil pozitsiyasini ham sizlarga taqdim qilish imkoniyati bor. Narxlarini sразу aytib o'tamiz va ma'lumot o'rnida bergan ma'lumotlarimizga narxi to'g'ri keladimi? Buni kommentariyada albatta o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Yana bitta narsani aytib o'tish mumkin. Bu avtomobil Leapmotor C16 modeli bilan ham raqobatlasha oladi. Kelinglar ko'rib chiqamiz. G'ildiraklariga keladigan bo'lsak, R21 dyumli g'ildiraklar bilan ishlab chiqariladi. Ba'zi bir komplektatsiyalarda R20 dyumli ham g'ildiraklar qo'yilishi mumkin. Xo'p, avtomobilni elektr dvigatellariga keladigan bo'lsak, full demak elektrda avtomobil 600 kilometrdan oshiq harakatlanishi mumkin ekan. Boring O'zbekiston sharoitida 450-500 kilometr harakatlanishi mumkin. Gibrid versiyadagi avtomobil bu ketma-ket gibrid hisoblanadi. Ya'ni avtomobilni elektr dvigatel 1.5 turbo benzin dvigatel bilan jihozlangan va u faqatgina elektr dvigatelga zaryad berish uchun xizmat ko'rsatadigan mana shunaqa avtomobil. Avtomobilning ot kuchiga keladigan bo'lsak, 268 ta ot kuchiga ega bo'lgan avtomobil va 0 dan 100 kilometrga tezlikka chiqish uchun unga 9 soniya yetarli hisoblanadi. Avtomobilning batareyasi haqida gapiradigan bo'lsak, litiy temir fosfat batareyasidan foydalaniladi. Gibrid avtomobilimizda 34 kilovatli litiy temir fosfat batareyasi bilan jihozlangan va 200 kilometr masofa bosib o'tadi faqat elektrda. Agar gibrid versiyada bo'lsa 1300 kilometr masofani bosib o'tish imkoniyatiga ega. To'liq elektrda harakatlanadigan elektr versiyamiz bo'lsa 620 kilometr masofani bosib o'tadigan 82 kilovatli batareya bilan jihozlangan. Avtomobilning podveskalari haqida gaplashadigan bo'lsak, MacPherson podveskalari oldi tomonida, Multilink podveskalari esa orqa tomonda mustaqil ravishda harakatlanadi. Ya'ni yurishida juda ham yumshoq avtomobillar qatoriga kiradi. Bu avtomobilimizda lidar tizimi yo'q, lekin yon tomonda ko'rinmas zonani aniqlaydigan demak datchiklari bor. Hop, salon qismiga o'tadigan bo'lsak, eshiklari demak yumshoq kojadan iborat. Bu joyi ham mana koja. Bu yerda esa dekorativ yog'ochdan foydalanilgan. Bu yerda ko'rayotganingizdek, demak yoritgichlari, turli xil yoritgichlarni yondiradigan holatda siz o'zingizga xohlaganingizni yoritsangiz bo'ladi. Bu tomoni ham mana qo'l ushlaydigan joylari yumshoq koja, pastki qismi esa plastmassa. Bu tomonda ham plastmassa va bu yerda akustikasi joylashgan va material bilan demak obshivka qilingan. Xo'p, avtomobilda demak oldi eshigida oynalarni tushirib yopish va shuningdek eshiklarni blokka qo'yish tugmalari mavjud. Ya'ni eshikni ochish uchun mana shunaqa tugmadan foydalaniladi. Ya'ni mexanik richagi ishlanmagan bu avtomobilning oldi eshiklarida. Salon qismiga o'tamiz. Avtomobilning saloni haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham keng bo'lgan salon. Menga kengligi juda ham yoqdi. Bemalol maza qilib o'tirib ketadigan avtomobil. Xo'p, oldi qator, ikkinchi qator demak kapitan o'rindiqlari, uchinchi qator ham mavjud. 6 kishi bemalol sig'a oladigan. Hozir hammasini o'tirib ko'rib ko'rsatamiz. Xo'p, oldidan boshlaymiz. Oldi o'rindiqlarida abagrev, abduf, massaj funksiyalari mavjud ekan. O'rindiqlar elektropaket, ya'ni elektr tugmalar orqali boshqariladi.
Xo'p, xavfsizligiga keladigan bo'lsak, avtomobilni adaptivniy kruz kontrol, 360 kamera, demak, ko'rinmas zonani ko'rish, yo'laklarni tutib turish, ya'ni tutib yurish funksiyalari, shuningdek, e-pilot, ya'ni haydovchiga yordam tizimlari bilan jihozlangan mana shunaqa avtomobil. Avtomobilni markaziy monitorini dyumi 15.6 dyumlik mana shunaqa monitor bilan jihozlangan. Undan tashqari haydovchini 10 dyumli o'zini, demak, haydovchi paneli mavjud va orqa tomonda xuddi Li9larga, C16 avtomobillariga o'xshagan monitor mavjud. U haqda hozir orqa tomonda yana ko'rsatamiz. 15.6 dyumli monitor joylashgan. Avtomobilni rulidan boshlaymiz. Rulini yumshoqqina koja bilan juda ham qo'lga yoqadigan, to'g'risini aytganda, va multi rul. Bu yerda barcha mediani boshqarsa bo'ladi, hattoki konditsionerni ham yoqib o'chirsa bo'lar ekan. Mana konditsionerni yoqib o'chirish funksiyasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir demak, avtomobillarda rul orqali konditsioner yoqib o'chirilmaydi, albatta monitordan boshqariladi, lekin bu avtomobilda konditsionerni ruldan boshqarish imkoniyati bor. Bu yerda telefonlarga javob berish yoki yetaklik boshqa funksiyalarga o'tkazish ham mumkin bo'ladi. Mediani boshqarsa bo'ladi. Avtomobilni kichkina, demak, haydovchini monitorida siz bemalol, demak, elektrni qancha yurish zapasini yoki benzinda yurish zapaslarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qancha kilometr bosib o'ta oladi. Va albatta necha kilometr bosib o'tgani, g'ildiraklarni qancha bosimda turganlarini hammasini ko'rsatib turadi bunda. Bu avtomobilda head-up display yo'q. Bu narsani inobatga olib qo'yasiz. Monitoriga keladigan bo'lsak, monitori ruschaga o'girilgan monitor ekan. Bu yerda mana avtomobilni rejimlari eko, komfort va sport rejimlari bor ekan. Rekuperatsiya o'rtacha, tez va demak past rejimlarda ishlatish imkoniyatini beruvchi. Undan tashqari, demak, avtomobilni yoki gibrid usulda yoki demak elektr tizimda ishlatish imkoniyatini beruvchi, demak, funksiyalarga o'tkazish mumkin. Monitor juda ham tez ishlayapti. Menimcha bu yerda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hamma zamonaviy avtomobillar qatori bu ham monitori hozirgi kunda juda ham monitor orqali hamma narsa boshqarilgandan keyin o'ziga yarasha tez ishlashi ham kerak va hamma talablarga javob ham berish kerak. Xo'p, talpetkalariga keladigan bo'lsak, yumshoq kojadan iborat talpetkalar, o'rtada akustikasi bor ekan. Talpetkani bu tomoni ham, demak, yumshoq koja, bu joylari yumshoq koja va bu yerda bari ham yumshoq kojadan iborat. Lekin talpetkani past tomoni plastmassadan iborat va bitta narsani inobatga olasizlar, bu yerda demak qo'shimcha bardachok idishi yo'q, bu yerda ochilmaydi. Lekin bu yerda mana shunaqa katta bo'lmagan bar mavjud. Va bu avtomobilni yaxshi tomonlaridan yana biri, balki bu qanchalik kerak yoki kerak emas, mana bunaqa issiq kunlarda xolodilnigi bor. Max va ultra pozitsiyalarida xolodilnigida ultra pozitsiyasida avtomatik tarzda ochiladi. Bunda esa qo'l orqali ochiladigan mana shunaqa xolodilnigi bor. Buni hozir orqa tomonga o'tganda yana bir marta ko'rsatamiz. Podstakanligi bor. Telefonni quvvatlash, demak, besprovodnoy zaryadkasi bor va albatta uni qizib ketishini oldini oluvchi mana shunaqa o'zini konditsioner tizimi ham bor ekan. Past tomoni ochiq joyi bor. Bu yerga qo'shimcha joylar narsalarni qo'ysa bo'ladi. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Rulni balandga pastga qarab chiqarib tushirish mexanik usulda. Li8, Li9larda esa bu albatta bilasizlar, elektr tugmalar orqali boshqariladi. Bunda esa mexanik mana shunaqa tepaga pastga qarab tushiriladi. Old tomonida shu ma'lumotlar. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, avtomobilni yana bir minus tomonlaridan biri desak ham bo'ladi, balki minusdir. Kim uchundir bu narsa ko'p ishlatmas. Shaxsan o'zim BYD avtomobilidan foydalanaman, lekin luklarini 90% ishlatmayman. Luki bu avtomobilda yo'q va oldi tomonidagi panorama oynasini qo'l bilan ochib yopiladi. Bu yerda demak sensorli yoritgichlar mavjud va avarinka tugmasi, ya'ni avariya tugmasi tepada joylashgan. Mana shunaqa avtomobil. Tepa qismida demak quyoshdan to'suvchi o'ziga yarasha panelini ochsangiz, mana shunaqa ochganingizda katta ko'zgusi bor va buni ochganingizda avtomatik tarzda bu yerda yoritgichlar yonadi.
ko'zoynak uchun joy ham bor ekan. Avtomobilning ikkinchi qator o'rindiqlari haqida ma'lumot beramiz. Aytib o'tganimizdek, ikkinchi qator o'rindiqlarda abagrev, abduv funksiyalari mavjud, lekin massaj funksiyasi yo'q. O'zi aslida nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Massaj funksiyasi qanchalik kerak? Men o'zim mana shunaqa avtomobillarni obzor qilayotganda, ma'lumot berganda massaj funksiyasidan foydalanib ko'rdim. Ayniqsa Li9 Livis avtomobilida bir necha xil funksiyali massaj funksiyasi bor ekan. Lekin aslida aytganda bu massaj funksiyasi unchalik menga yoqmadi. Bilmadim. Kimgadir yoqishi mumkin. Qanchalik massaj funksiyasidan siz foydalanasiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Xo'p. Avtomobilni demak ikkinchi qator kapitan o'rindiqlari haqida gapiradigan bo'lsak, haydovchini orqasida joylashgan demak kapitan o'rindig'ida qo'shimcha mana bunaqa atamanкасы yo'q. Lekin bu tomonda esa qo'shimcha atamanкасы bor. Undan tashqari bu yerda demak kompyuterni qo'yib, notebooklarni qo'yib ishlatish imkoniyatini ham beradi. Oldi qatorda agar odam o'tirmaydigan bo'lsa, bu yerda oldi demak o'rindiqni boshqarish tugmalari ham mavjud. Ya'ni o'zingizga qulay qilib uni oldiga yoki orqaga demak boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bu yerda qo'l bilan ochiladigan xolodilniki. Chunki bu avtomobilimiz max pozitsiyasida, ultra pozitsiyasida bo'lsa, bu albatta demak avtomatik ochiladigan xolodilnik hisoblanadi. Xolodilnikdan yoz oylarida juda ham ko'p foydalanish imkoniyati bor. Va bu yerda kichkinagina monitor bor. Bu monitor orqali siz demak abagrev, abduv funksiyalarini yoqishingiz mumkin, konditsionerni boshqarishingiz mumkin va albatta telefoningizni zaryad qilish uchun maxsus o'zini portlari mavjud. Tepa qismida ham monitor bor ekan. Bu monitorda demak biz konditsioner qancha gradusni ishlashini ko'rsatyapti. Pastda esa sensor boshqarish imkoniyati mavjud bo'lgan tugmalari bor ekan. Mana shunaqa. Aytib o'tganimizdek, orqa qatorda 15.6 dyumli monitor bor. Bu monitorni mana pastdagi sensor tugmasi orqali biz ochishimiz mumkin bo'ladi. Sensimi ochib. Mana ochildi bu monitor. Ko'rib turganingizdek, ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Li9 yoki Lima avtomobillarida bu monitorning kattaligi 21.4 dyumli monitor. Bunda esa 15.6 dyumli monitor ekan. Ko'rib turganingizdek, xohlagan videoni yoki filmni qo'yib tomosha qilib ketsangiz bo'ladi. Yana bitta narsani tekshirish kerak bo'ladi. Albatta, agar bu monitor ochilganida avtomatik tarzda siz haydovchi sifatida orqani ko'ra olmay qolasiz. Shuning uchun bu monitor ochilganda avtomatik tarzda markaziy monitorda orqa kameralar ishga tushadi va orqadagi demak holatni ko'rsatib ketishi kerak bo'ladigan funksiyalari ham mavjud. Avtomobilning tom qismi panoramali tom va bu panoramali tomni ochilmaydi, shunchaki pardasi bor, pardasini yopib qo'yish mumkin. Lekin meni hozir hayron qoldirgan narsa, bu pardali tomni siz faqatgina haydovchi markaziy monitor orqali boshqarish imkoniyati bor ekan. Orqada o'tirganlar bu pardani yopib ocha olmas ekan. Xo'p, bundan tashqari demak bu yerda tugmalik mana shunaqa yoritgichlar bor. Bu sensor emas, tugmalik ekan. Tugmasini bossangiz. Avtomobilni eshiklarini ochilishi haqida ma'lumot bermadim. Bu yerda avtomobilni tugmasi bor. Bu tugmasini bossangiz eshik nomiga ochiladi va uni to'liq ochish uchun o'zingiz qo'l bilan harakat qilasiz. Yopishda esa albatta qo'l bilan yopiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, Li avtomobillariga o'xshab avtomatik ochilib, avtomatik yopilmaydi. Xo'p, ikkinchi qator o'rindig'ini o'zimga moslashtirdim. 176 sm bo'yin balandligi va men hozir 3-qatorga o'tirib ko'raman. Ya'ni mendagi odam 3-qatorda o'zini qanaqa his qiladi? Ya'ni o'tamiz, kamerani to'xtatmaymiz. Ozgina demak bu yerda o'tishda qiynaldim, lekin o'tirishim bilan joylashdim va oyog'imning uchi mana bu o'rindiqqa ozgina tegib turibdi. Lekin bu yerda siqilib qolganim yo'q. Bu narsani ham inobatga olish kerak. Bu yerda demak o'zini podstakanligi bor ekan va telefon solish, telefonni zaryadi uchun portlar mavjud. Tepada knopkalik yoritgich va konditsioner tizimini ham bu yerda mana shunaqa o'zini vozdukhovodlari bor ekan. Buni mexanik qo'l bilan yopib qo'yish imkoniyati bor. Orqada esa akustikasi ham joylashgan. Mani bo'yimdagi ikkita odam bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Faqatgina mana bu o'rindiqlarni ozgina oldiga tortish kerak bo'ladi.
orqa o'rindiq, ya'ni kapitan o'rindig'ida o'zini atamankasi bor. Oyog'ingizni mana shunaqa qo'yib olsangiz bo'ladi. Agar buni haqda aytdik, oldidagi demak o'rindiqni oldiga suramiz. Qanchalik bu narsani qilish mumkinligini ko'rsatib beryapmiz. Va buni oxirigacha yotqizamiz. Hozir qanchalik yotadi. To'g'risini aytsam, mana shunda qotdi, yog'iga yotmadi. Bilmadim, bu narsa qanchalik sizga to'g'ri keladi, bu haqda ham bir ko'rish kerak ekan. Boshqa avtomobillarda bu oxirigacha yotishi kerak edi. Bunda esa mana shu holatda qoldi. Xo'p, avtomobilning eshiklarida qo'shimcha o'zini tortib oladigan mexanizmi yo'q ekan. Ko'rib turganingizdek, oxirigacha yopilmadi. Siz albatta oxirigacha yopib qo'yishingiz kerak. Avtomobilni demak o'ng tarafida siz demak elektr zaryadlash mana shunaqa portlarni ko'rishingiz mumkin. Bu sekin oladigan porti va tez oladigan portlari mana shu joyda joylashgan. Avtomobilning chap tarafida esa benzin quyadigan o'zini maxsus baklari joylashgan. Bu albatta gibrid avtomobil bo'lgani uchun. Agar elektr avtomobilda bo'lganida esa bu yerda demak sekin oladigan zaryadi, u yerda esa tez oladigan zaryadlari joylashgan bo'ladi. Avtomobilning bagajiga keladigan bo'lsak, agar avtomobilning 3-qatori mana shunaqa holatda turadigan bo'lsa, bagajini sig'imi ko'rib turganingizdek uncha katta bo'lmagan sig'im. Lekin siz qo'l bilan ba'zi bir avtomobillarda bu elektropaketli, albatta qo'l bilan tortgan holatda siz 3-qatorni tushirib qo'yishingiz mumkin ekan. Mana shunaqa o'zini maxsus demak tasmalari bor ekan. Bu tasmalar orqali siz buni tushirib qo'ysangiz kattagina demak avtomobil yukxonasi paydo bo'ladi. Avtomobil yukxonasida bilmadim, men uncha ko'p ortiqcha narsa ko'rganim yo'q, o'zi ortiqcha narsa kerak ham emas. Bu yerda yana qo'shimcha o'zini narsalar qo'yadigan joylari bor ekan. Anchagina chuqurlik ko'rsangiz bo'ladi. Avtomobilning orqa bagaj demak eshigi avtomatik tarzda ochiladi va avtomatik tarzda yopiladi. Mana shunaqa tugmalari bor. Hop, xavfsizligini tekshirib ko'ramiz. Agar haqiqatda odam turgan bo'lsa, avtomatik tarzda to'xtaydi va oxirigacha yopilmaydi. Mana shunaqa avtomobilni obzor qildik. Orqa tomonidan ham bir ko'rib baho berasiz. Bu yerdagi LED faralarni yonishiga orqa tomonda kameralari ham mavjud. Avtomobilimiz haqidagi ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Mehnatimizga baho berib qo'yasiz albatta va o'ylaymanki, siz Leapmotor avtosaloniga kelgan holatda bu avtomobilni bemalol ko'rishingiz, bu haqda yana ham qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarni avtosalonimizda kutamiz.